Hammaga assalomu alaykum. Telegram sovg'alarida pul ishlashni davom etamiz. Bugun bizani temamiz eng zo'r, doimiy ishlab kelgan yo'llardan bittasi oldi-sotdi haqida gaplashamiz. Konkurs qilishni so'rabsizlar. Shuning uchun mana sizlarga konkurs. Сразу же videoni boshidan o'tib ketaman. Mana shu video tagida, ostida komment yozganlarni orasidan bironta odam tanlab, profilimda mana bu xo'jayin profilimdagi bironta gift NFT sovg'alardan bittasini beraveраman. Nima qilish kerak? Yozib, просто kirib kommentariyaga komment yozasizlar. Kamida 4 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Yaxshiroq komment yozinglar, ko'proq yozinglar, чтобы yutish anaqalaringiz, shanslaringiz ko'proq bo'lishi uchun. Nima demoqchiman? Oddiy mana bu reaksiyalar tashlash, olovchalar, takoy oddiy bitta so'zli gaplar o'tmaydi. Сразу boshdan aytyapman. Yutmoqchi bo'lsanglar, kamida 4 ta so'zdan iborat bo'lgan bitta gap yozishlaringiz kerak bo'ladi. Qani bo'lmasa ketdi, boshlaymiz. Boshlashdan oldin сразу же bizning kanalimiz haqida unutmanglar. Demak, kommentariyada anaqani qoldirib qo'yaman, silkani kanalimizga. Mana bu Genius Trade Project, bu yerda hamma kanal gruppalar yig'ilgan. Mana silkasi sizlarga. Kommentariyada bo'ladi, описаниеda hozircha silka qoldira olmayman, lekin kommentariyada bo'ladi. Xo'jayin o'zimning profilim, demak bu yerda bizda market bor. O'zlaringiz biron giftlarni, NFTlarni oldi-sotdi qilmoqchi bo'lsanglar, servis bor. Biron narsa bilan yordam kerak bo'lsa, Dilo Starsmi, Telegram Premiummi, любой narsa. Garant xizmatlarimi, store bor. Store'da уже bizadan biron narsa olmoqchi bo'lsanglar agar, masalan, bironta giftmi, NFTmi, stikermi, вообще неважно, любой narsa bizdan nima xarid qilmoqchi bo'lsanglar, arendaga olmoqchi bo'lsanglar, bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsanglar, bemalol store'ga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Hozircha hali tayyorlanyapti, lekin tayyor emas, lekin yaqin orada tayyor qilishga harakat qilamiz. Xo'p, mana bu yerda esa bosmani deb qo'yilgan silka. Shunda ustiga bo'lsanglar, hamma bizning kanal va bu asosiy kanal Genius Trade'ning o'zi. Genius Trade Group esa bu bizning guruhimiz. Bu yerda muloqot, oddiy qilib aytganda, gaplashish uchun. Bo'ldi, hammaga katta rahmat. Ketdi, boshlaymiz endi. Videoni asosiy qismiga o'tamiz. Bugungi videoni men ja cho'zib o'rmoqchi emasman, lekin nima qilish kerak? Qanday вообще mana shu Telegram sovg'alarida oldi-sotdi qilib ishlash mumkin? То есть biron joydan olib, bizning maqsadimiz nima? Masalan, marketlar bor. MRKT, Portos, Tunnel, aytgancha, Tunnelda hozirgi paytda bolalar 0% komissiya, то есть qanaqa narxda qo'ysanglar, shunaqa narxda chiqadi. То есть marketni o'zi sizlarni ustlaringizdan ishlamaydi demoqchiman. Komissiyasi yo'q. То есть o'tdan sotib olishga ham, sotishga ham eng zo'r joy. Lekin baribir ham e'tibor berib, sekin-sekin bir qarab ko'rishlaringiz mumkin. Maslahat beraman, bir kirib ko'ringlar. Realni narxlari juda arzon. Bir xil narsalar realni zo'r olish mumkin, arzon olish mumkin. Xo'p. Endi masalan marketlardan bironta gift olib, boshqa yoki o'sha marketni o'zida masalan qimmatroq sotish. Xo'p, qanday topamiz desanglar, birinchidan bolalar sizlar o'sha giftlarni analiz qilishni o'rganishlaringiz kerak. Bilib, tashlab ko'rasizlar bironta gift, tanib bilishlaringiz kerak. Masalan, bugun bitta gift, bitta сделка bo'ldi. Masalan, oddiy bitta prostoy bitta сделкаcha bo'ldi. Arzon, mana ko'rsanglar bo'ladi, сразу же mana. Bitta roza 24,5 tonga, gramga mayli deylik, sotildi va shu haqida bugun gaplashamiz. То есть bitta rozalar haqida aynan shularni olib sotib qilib ishlanglar demoqchi emasman, lekin bu sizlar uchun eng oson bitta misolda tushunish uchun. Shuning uchun shuni misol qilib oldim tushuntirish uchun. Xo'p, ketdi. Demak, buni men 2 kun oldin sotib oldim. GetGames'da screenshotini qo'yib qo'yaman. 21,37 gramga sotib olgan ekanim. Endi plus minus rasxodlar bilan 21,5 deylik. 21,5 ga olib turib, 2 kunda 24,5 ga sotdim. Mana MRKTni o'zidan ko'rsanglar bo'ladi, mana sotildi. Nima demoqchiman bular? 21 ton, 21,5 даже deylik. Bu mana shu rozalarni, mana shu gullarni eng oddiy modellarini narxi. Lekin sizlar ko'rib turgan hozirgi mana bu sotilgan gift, mana bu ko'rasizlar foizini 1.3%lik, bu redkiroq model, to есть qimmatroq yuradigan model. Bozor narxida arzon chiqib qolganligi uchun moment sotib oldim. Keyin esa GetGames'dan chiqarib MRKTga ko'rdim. MRKTda именно mana shu
mana shu imенно modeliga konkurent kam ekan. Shuning uchun imенно shu yerga narxi ham balandroq ekan. Shuning uchun shu yerga olib kirib, такой более-менее normal narx qilib qo'ydim. Birinchi 26 ton qo'yuvdim. Keyin 24,5 ga tushirdim. Tezroq olishsin deb. Bir kun kutdim, 26 ton sotilmadi. Mayli dedim, 24,5 qo'ydim. Сразу же sotildi. 3 ton 2 kun ichida mana sizda plyus bo'ldi. Endi bu bitta сделкani разбирать qilaman. Bitta. Lekin bunaqa сделкаdan ko'p bo'lishi mumkin. Bitta emas, то есть ko'p qilish mumkin. Hech qanaqa ограничение yo'q. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bunaqa sovg'ani biz o'zimizga sotib olishga pulimiz yo'q deyishlaringiz mumkin. Bu sizlarga o'zimdan kelib chiqib misol aytyapman. Bu atigi o'zi qimmat gift emas, birinchidan. Ikkinchidan, arzon giftlarda ham xuddi shu tema ishlaydi. То есть qimmatroq model bozor narxida sotiladi. Sizlar aytishlaringiz mumkin, nima uchun aynan arzon modellar haqida, то есть arzonroq giftlar haqida video qilmayapsan deb so'rashlaringiz mumkin. Chunki men real sizlarga aytaman, men arzon kategoriyaga tushmayman deb real aytaman. Men arzon kategoriyada o'tda kamroq pul qoladi, menga qiziq emas. Shuning uchun u kategoriyaga kirmayman ham, то есть pastga tushmayman ham va разбираться qilib tushunishni ham xohlamayman. Chunki men bu средний kategoriyada, bu ham средний emas, bu o'zi arzon narsa, realno arzon narsa. Lekin bu jalka emas, edi, oldi sotib qoldik mana 3 ton qoldi, chotki zo'r. Misolda, masalan 2,5 tonlik, 3 tonlik, 5 tonlik даже gift olsanglar, yo'q bo'lsa 1 ton qo'yishlaringiz mumkin. Endi bu ham modelidan bog'liq. Qanchalik qimmat giftni, qanchalik arzon olsanglar, shunchalik foydalaringiz katta bo'ladi. Bu bari bundan bog'liq, lekin baribir ham arzonroq sovg'alarda ja ko'p qo'yib bo'lmaydi. То есть ja arzon ham ola olmaysizlar, ja qimmat ham sota olmaysizlar. То есть bu qo'yiladigan protsent katta emas. И plus bu masalan bitta marketdan ikkinchi marketga olib chiqaman desanglar 0,5 ton to'lashlaringiz kerak chiqarishga va yana 25 ta yulduz boshqa marketga tashlash uchun to'lash kerak. Bu masalan arzon sovg'alar uchun bu normalniy расход. Уже salkam plus minus 0,3-0,4 grammga yetyapti-da. То есть narxi masalan 2,5 tonga olgan bo'lsanglar, уже 2,9 o'zini narxi bo'lyapti. То есть sizlar 3 dan baland sotishlaringiz kerak, хотя бы 0,1 ton foyda qilish uchun. Bu juda kam, shuning uchun men bunaqa narsalarga aralashmayman. Shuning uchun bir qimmatroq narsalar bilan oldi-sotdi qilaman deyman. Tushuntirib bildim deb o'ylayman o'zimni pozitsiyamni. Spetsialno shu joyning o'zida mana marketini o'zini ochib sizlarga misol qilib ko'rsataman. Mana shunaqa ko'rasizlar florni 21,5 deylik почти ton turibdi flor. То есть eng arzon sovg'alar. Men mana shunaqa narxda mana bu giftni olganman-da, aytishonsizlar. Mana bu qimmat giftni, qimmat sovg'ani olganman. Qimmat sovg'ani bozor narxida sotiladiganlar ko'p. Doim chiqadi, doim. Просто bozorga vaqt-vaqt bilan qarab turish kerak. Qaranglar, bitta marketplace'lar emas. Bir marketplace'lar masalan, marketplace masalan bitta emas, marketplace'lar ko'p. Hammasiga bitta bemalol kirib chiqib, har bittasini ko'rib, analiz qilib chiqishlaringiz kerak. Даже o'sha qilsanglar ham sizlar masalan ko'ryapsizlar deylik, o'sha narsani sizlar bilishlaringiz kerak narxini, уже наизусть, чтобы tanib olish uchun. Masalan, mana shunday giftlar turibdi, masalan. Уже masalan sizlar bilishlaringiz kerak, qaysi gift qimmatroq, qaysi gift arzonroq. Masalan, mana bu yerda hamma giftlar masalan mana bu yerdagilar arzonroq. Mana bu уже sal bir qimmatroq, salgina redkiroq, lekin bu ham ja qimmat turadigan sovg'a emas bu. Ko'ryapsizlar, Flori ham atiga 1 ton qimmatroq. 1 ton emas, yarim ton ekan. Yarim ton qimmat turibdi. Ja qimmat emas. Masalan, oddiy misol qilib aytyapman sizlarga. Lekin shu joyning o'zida mana bizani sovg'amizni qo'ysak, 26,5 tonna turibdi masalan. Endi eng arzoni unday filtr qo'yish kerak. 26,5 tonga mana turibdi. Salgina pul bo'lishi kerak sizlarda. Farqi yo'q, necha ton bo'lishidan qat'iy nazar. Hamma marketplace'larga kirib registratsiya bo'lib qo'linglar, turinglar. Pul kiritmanglar, mayli. Birinchi просто ko'rib chiqinglar, qanaqa giftlar bor, tanishni o'rganinglar. Har bitta giftni masalan ko'rib turib, uje tanib bilinglar. Bu arzon, bu qimmat, uje nima deydi? Har safar shtoba kirib, modelni ko'rib, narxini ko'rib, masalan deylik, sizlarga oddiy misolda ko'rib turib biron narsani bilmaslaringiz mumkin boshidan. Bilmaysizlar, tanimaysizlar, to'g'rimi? Nima qilish kerak? Просто istoriyaga kirish kerak. Любой bironta o'sha gift, masalan mana shu gift, hozirgi mana shu. Qayerdan bilish mumkin nech pullik mana shu sovg'a? Nech pullik? Nima qilish kerak? Просто kirasizlar, любой marketplace'ga ko'proqga kirsanglar, aniqroq bilish mumkin narxini, o'zi narxi. Masalan 26
6,5 turgani bilan 26,5 tonga bu sotilmaydi, ko'ryapsizlar. То есть moment olishmaydi, tez olishmaydi demoqchiman. Demak, fitga kirasizlar, то есть istoriyaga bu yerda o'sha rozani topasizlar, modelni qo'yasizlar, glitch, mana bu yerda ko'rasizlar продажalar. Mana masalan maniki bu. Mana 25 ga, endi 25 o'zini narxi anaqa prosentlari bilan 25 bo'ldi, a tak menga чистый 24,5 keldi. Xo'p, mana masalan yana ko'rsatib o'taman. Bu 30 tonga sotilibdi. Bu masalan juda qimmat. Bu fake продажа. Уже qaranglar, shunda o'zi ko'rib bilaman, qimmat. Mana bu 28. Nimachi 28? Chunki foni такой необычныйroq fon, shuning uchun salgina qimmatroq ketgan. Lekin bu ham ja cho'tki emas. Bu ham ancha odam kutgan, tushunishim bo'yicha. Yo'q, narxi tushgan ekan mana. Qo'ygan birinchi 29 larga, keyin bundan ham oldin qo'ygan ekan, mana balandroq, keyin sekin-sekin tushirib kelgan. Bu ham qanaqa bo'lgan? Mana qaranglar. Sizlarga qaranglar, shu joyni o'zida sizlarga tushuntirib analiz qilaman. Birinchi olib kirilgan, keyin qo'yilgan masalan 21 tonga. Moment odamlar sotib olishgan, bu botlar bo'ladi-yu. Bilsanglar agar avtomatik bironta sovg'a chiqib qoladi-yu, yoki bot bo'lishi mumkin, sotib olgan 21 tonga. Yoki menga o'xshagan, sizlarga o'xshagan, bizga o'xshagan oldi sotib qiladigan flipperlar. Mana masalan xuddi mana shunaqa giftni endi mana bunaqa fonli 21,09 ga sotib olgan bo'lsa, men 21,30 necha tonga sotib olganman. Plus minus 21,5 ton komissiyalari bilan tudim bo'ldi. Xo'p, keyin buni сразу же 23,5 tonga qo'yib sotyapti. Moment. Mana 00:45 vaqtlargacha bor mana 5 minutda. 5 minutda 23,5 ga sotilyapti. 2 ton foyda bilan. Plus minus 2,5 ton deylik, mayli. Endi yarmi bu anaqa. Komissiyalar atak 2 ton chista qolgan. Keyin buni 23 tonga olib turib, mana 29 ga qo'yilgan. 29 dan ko'proq bo'lgan, keyin 29 ni o'zi bo'lgan. Yana 29,5 qo'yibdi. Endi narxini o'zgartirib sekin-sekin 28 ga tushirib, keyin 28 da sotilgan. Sotilgandan keyin уже oxirgi odam bo'ladi-yu, уже oladigan odam kelgan, sotib olgan 28 tonga va giftni chiqargan. Уже bu emarketed emas, mana bu sovg'amiz. Уже olib chiqishgan bo'ldi. То есть sizlarni asosiy ishlaringiz mana bu odamlar bo'ladi-da, olib kelishadi sovg'alarni mana shunaqa marketlarga prosta qo'yishadi, tez sotishlari uchun arzon berishga ular tayyor. Sizlar nima qilishlaringiz kerak? Arzon sotib olasizlar, salgina qimmatroq qo'yasizlar. Bozor narxida qo'yaveringlar. То есть mana shu sovg'ani qaranglar, сразу же mana bu окончательный пользователь, то есть oxirgi sotib olgan odam. То есть именно mana shu odamga bu gift kerak. Masalan, bu mana shu odamga gift kerak, to'g'rimi? Lekin mana bunga kerak emas. Mana bu sotib olgan odamga, bu odamga ham kerak emas. Bular nima qilgan? Bitta oldi sotdi olgan, ikkinchisiga sotgan, ikkinchisi olgan, uchinchisiga sotgan, uchinchisi olgan, to'rtinchisiga sotgan. То есть nima demoqchiman? Har bitta mana shu перекупщик salgina protsent qo'yib sotgan. Lekin siz nima qilishlaringiz mumkin edi? Bittada olib, masalan, sizlar bo'lganlaringizda, masalan, kam qo'yib emas, сразу же oladigan taxminiy narxni chiqarib, сразу же 28 tonlarga qo'ysanglar, hamma pribel sizlarniki bo'lardi. To'g'ri, bu yerda salgina ko'proq kutasizlar, tez olinmaydi, lekin pribel ham kattaroq bo'ladi. Agar yo'q, menga tez kam bo'lishi kerak desanglar, то есть pul tez aylanishi kerak desanglar, kamroq qo'yasizlar, tez olishadi. Har bitta giftlarni analiz qilishni bilishlaringiz kerak. Mana shuni sekin-sekin o'rganishlaringiz kerak. Bu juda muhim narsa. Busiz bu yerda полноценный pul ishlab, ishlash qiyin. Shuning uchun o'rganinglar, maslahatim. Xo'p, endi yana bitta muhim narsadan bittasi gapirib ketishim kerak. Masalan, mana shu narsadan qancha pul ishlash mumkin? Sразу aytaman. Agar kuniga kamida bir 3 soat vaqtlaringizni ajratsanglar, pullaringizga kelsa, pul masalan qancha bir 50 ton deylik, 50 ton bilan plus minus 50 ton qancha bo'ladi? $75 bo'ladi, plus minus $75 pullaringiz bo'lsa, 50 ton. Endi mana shu rozanni ikkitasini beradi o'sha pulga. Masalan, endi men ko'proq qilib aytyapman-da, bemalol oyiga $300 чисто foyda qilsanglar bo'ladi. Men GetGames'da kirib ko'raman-da, men mana shunaqa odamlarni juda ko'p analiz qilaman profillarda. O'zi puli kamgina, lekin оборотini ko'rsanglar, foyda qilganini ko'rsanglar,
pizdes katta summalarda. Men havodan aytayotganim yo'q. Bor narsani aytyapman. Odamlar qilishyapti. Yana bitta narsa. Faqat mana bunaqa bozordan sotib olib emas, bir xil paytlar auksionlarda ham bir xil giftlar arzon ketadi. Masalan, oddiy sizlarga misol. Mana bu tema. Telegram kanalimga qiluvdim, esinglarda bo'lsa, mana shunaqa narsa yig'aman deb. То есть endi hop, namyoq tushunarli deb o'ylayman, nima haqida gap ketyapti bu yerda. No 5 ga 1 короче, oddiy qilib aytganda, mana shuni men yig'moqchiman. 3 ta bu yerda qoravoy, bu yerda yana 2 ta qoravoy va o'rtasida bitta короче, tushundingizlar nimaligini. Xo'p, nima demoqchiman? Masalan, mana shularni 3 tasi уже menda tayyor, 3 tasi. Pastda yozib qo'ydim. 3 ta negerni yig'dim уже, yana 2 ta neger va bitta qiz topsin bo'ldi deb. Bittasi auksiondan oluvdim, yana bittasini offer tashlab oluvdim, то есть arzonroq. Offer ham tashlab olishlaringiz mumkin boshqa giftlarni. То есть предложение qilasizlar, masalan, bironta gift turibdi 5 tonga. Yo, men 4 tonga olaman deb offer tashlaysizlar. U masalan o'ylaydi, takoy. Sotamanmi yo'qmi? Agar sotsa 4 tonga. Bu yaxshi. То есть sizlar arzonroq olgan bo'lasizlar. Agar sotmasa bo'ldi, boshqasiga ketib, boshqasiga o'sha shunaqa qilib ishlasanglar bo'ladi. То есть men mana shu giftlarni birontasini 5 tondan ham olganim yo'q. Realni aytaman, arzon oldim. Nima uchun? Chunki bittasi auksiondan tutib oldim. Bittasini offer bilan, yana bittasi nimasi qanaqa oluvdim. Mana bu qizni topish qiyin bo'lyapti. Chunki qiz imенно mana bunaqa fonda qidiryapman-da hozir. Mana bunaqa. Sil Brown degan, то есть modelka foni bilan ko'ryapsizlar, monoxrom qo'shilib ketyapti. Imенно mana shunaqa fonda yig'yapman-da, men hammasini foni bir xil bo'lyapti. Va o'sha qiz imенно mana shunaqa fonda topish qiyin bo'lyapti. Men istoralarni ko'rib ko'ryapman, kam sotilgan, juda kam. Realni почти что bozorda yo'q, shuning uchun qizni topish qiyin bo'lyapti, lekin qoravoylardan ko'p. Hali bozorlarda bor. Men ham hali offerlar tashlab, sekin-sekin olaveraman. Hali yana 2 ta olsam bo'ldi. Целый kolleksiya tayyor bo'ladi, komplekt bo'ladi. Konkurs haqida unutmanglar. Mana shu videoning ostiga kamida 4 ta so'zdan iborat bo'lgan birorta gap yozishlaringiz kerak bo'ladi. O'sha kommentariyalardan bittasini random tarzda tanlab olib, mana shu sovg'alarimdan birontasini sizlarga berib yuboraman deb ko'ramiz. Bo'ldi, hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar.